Ustingizga bir narsa tashlab olsangiz bo'lmaydimi deb bir qizga eslatma qilgan yigitni videosini ko'rdinglarmi? Bu yerda ko'ring-da. Ko'chada yurishga ham qo'rqib qoldik. Ertandan qo'lda pichoq yo'q. Yaxshiyam o'ldir. Mana bu yigit mana bu qizga ustingizga bir narsa tashlab olsangiz bo'lmaydimi deb eslatma qilyapti. Ya'ni bu qizni foydasini ko'zlab, bu qizga yaxshilik bo'lsin deb gapiryapti-da. Nima uchun desangiz, chunki bu erkak kishi. Biz erkaklar bilamizki, qalbida nifoqi, buzuqligi bor erkaklar bir ayollarga shunaqangi bir xunuk ko'z bilan qarashadiki, hayvoniy ko'z bilan. Agar bu narsani siz ayollar bilganingizda, shaninglar hatto ko'zlaringlarni ham ko'rsatmasdan o'ranib yurardinglar-da. Bu erkak kishi bu narsani bilganligi uchun buni eslatma qilib bu qizga yaxshilik ilinmayapti. Ammo bu qiz bu bolani sazoyi qilib videoga olib turib, mana biz ko'chada ham yura olmay qoldik deb bu bolani tanqid qilyapti. Bugun jamiyatimizda shunaqa narsa bir shakllandiki, odamlarga yaxshilikni gapirib, yaxshilikni ilinsangiz, juda pok bo'lib ketibsiz-da. Endi sizga yaxshi odamsiz deb masxara qilishadi. Aynan mana shu o'rinda Qur'ondan bir oyat yodga keladiki, Lut alayhissalom o'z qavmini bir maraz illatdan ogohlantirib, bu yaxshi ish emas deganda, qavm Lut alayhissalomga qarab, innahum unasun yatatahharun. Bular juda pok bo'lib ketishibdi, juda pok odamlar ekan. Bularni shahardan quvib chiqarib yuborish kerak deganda, biz ham xuddi mana shu holatga qarab ketyapmiz. Alloh azza va jalla bizni va jamiyatimizni isloh qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.